Avvalda qattiq ovqatlagangiz og'rirmidi? Yo'q. Oching qanog'ingizni. Bo'ldi, ocholmayapsiz. O'sha og'riydi-da. Ocholmayapsiz. Qachondan boshlab tushish boshlangan tishlar? Necha yoshdan? Yiqilmaslikka tug'ilganimda birinchi sezilmasdan ketishni boshladi. Tishlaringiz ketishni boshladi, to'g'rimi? Undan keyin o'rtada qancha vaqt o'tgandan keyin tish qo'ydirdingiz? 21 yoshimda birinchi kishini shunday qildim. Men aytgan holatda og'zida jag'ida ushlaysiz. Tushuntira oldimmi? Yana bitta og'zingizni ochishga harakat qiling. Bo'ldi, yoping. Endi og'riq bo'lgancha oching. Tushunyapsizmi? Hozir og'riq sezilgandan to'xtatasiz, qani? Aha, ishlang.